Assalomu alaykum kitobxo'mar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlarga yozuvchi Habibulloh Abdumitning Muz tutqan daryo nomli romanining 4-qismini anglitishga boshlaymiz. 1937-yili mart oylarining bir kuni kechda yuz bergan ash voqeani Elixon To'ra o'z kitobida mundaq bayon qilgan. Bayqushning shum ko'zi kechisi ochilgandek, bu qonxo'r jallodning ko'zimi yarim kechadan o'tganda ochilatdi. Ko'p kishilar o'z uyida yotolmay, bola chaqalari dakki-dukkida kun kechiradigan holga tushgan edi. Ya'ni bu inson vahshiylari hech qanday gunohsiz kishilarning uylariga kechilab bostirib kirib, tutilganlarning put-qo'liga zanjir kishanlar silib, qora zindonga tashlaydi. Mana qarang, 20-asrda insonlar huquqining oyoq osti qilinishini. Tunji turkumda qo'lga ilingan kishilar turmaga kirib, 3-4 oylik qish o'tib ko'klam kelganda, yangi qo'rqinchli ishlar, shum xabarlar anglang'ili turdi. Ikkinchi turkumda tutilganlarning qatorida mening ismimning borligi oshkora bo'lib qoldi. U gapni anglagandan keyin kechicha uyqum kelmay, uzundan uzoq xiyol qilib, g'am qayg'u va andisha bilan tongni atqizgan bo'ldim. Chunki har kecha yetib ertasi turg'inimizda bu bosqinchilar paloni-palonlarni tutib ketibdi degan shum xabarni anglaydim. Aradan 5-10 kun o'tdi. Bir kuni yarim kecha bo'lganda darvoza qiqilg'ili turdi. Ashu qabatli kechida Elixon To'ra tali o'ngdan kelib, tomdan qo'shnisining qurasiga atlab tushib, o'zini daldiga olgan va shu qochgan beti yaxshi niyatli kishilarning himoyasida jinni saqlagan edi. Oxiri G'uljida turishning imkoni qolmagan chog'da amalsiz boshqa yurtlarga hijrat qilishga majbur bo'lgan va tog'davonlarni, dashti cho'llarni kezib, oxiri kuchani o'zining pana oldigan makoni qilgan edi. Biroq rahimsiz falak yanada Elixon To'raning bu yerda panolashiga yo'l qo'ymay, oxiri kucharda 1938-yili avgustning boshlarida qo'lga ilinib, turmaga tashlangan. 1941-yili Elixon To'ra turmadan chiqqandan keyin G'ulji shahrida bir tarafdan teviblik qilib, xalqning jismoniy jihatdagi og'riqlarini davolasa, yana bir tarafdan cho'ng madrasalarda diniy tabliq qilib, xalqning ma'naviy jihatdagi kasalini davolab, G'ulji xalqini erkinlikka, ilm-ma'rifatga, haqiqiy islom aqidasiga da'vat qilgan va G'uljida maxfiy qurilgan ozodlik tashkilotining asosli xodimi bo'lib qolgan edi. 1944-yili 10-oyning boshlarida Nilqida Ili Milliy Ozodlik inqilobining birinchi pay o'qi G'ani Botir tarafidan etildi va 11-oyning 7-kuni partizanlar G'ulji shahriga ikki tarafdan bostirib kirib, Gomindangning Ili harbiy garnizon qo'mondonlik shtabini, saqchi, pochta, telegraf, bank qatorliq o'rinlarni egallab, G'ulji shahri haqiqiy ravishda ozod bo'ldi. Va buning bilan shahar nohiyalardagi va yezi qishloqlardagi har millat xalqi va yoshlar G'ulji shahriga saldak eqib kirib, puli borlar puli bilan, kuchi borlar kuchi bilan yordam qildi. Ba'zilar harvalarga ungurish besib kelib iona qilgan bo'lsa, ba'zilar otlar yeydigan qo'noq bedilarni besib akilib iona qildi. Yana ba'zilar tayyor suyulgan qo'y kala go'shtlarini besib kelib iona qilgan bo'lsa, yoshlar qo'mondonlik shtabga kirib, harbiy safarbarlik bo'limi oldida o'chirat turib, o'zlarini tizimlab jang maydoniga avatishni talab qilib, uzun-uzun o'chiratlarda turishdi. Ana shu xalqning qo'llashi, fidokorligi natijasida 11-oyning 12-kuni G'uljida Sharq Turkiston Jumhuriyati dag'dug'liq qurildi. Elixon To'ra bo'lsa, Jumhuriyat raisi bo'lib saylangan edi. 11 moddalik bitim imzolangandan keyin, ya'ni 1946-yili 16-iyun kuni Elixon To'rani Sovet ittifoqining G'uljidagi maxfiy ish boshqarish o'rni hisoblanadigan 2-domdagi Sovet generali chaqirtib akelgan va siz bilan O'zbekiston Kompartiyasi birinchi sekretari ko'rishmoqchi deb aldab, Sovet tarafga maxfiy olib ketgan edi. Shundan muqaddam toki 1976-yili 28 fevral kuni vafot bo'lganga qadar o'z uyida nazarband ichida yashab, ko'ngliga pukkan orzu-armonlarini amalga oshira olmay, bu olamdan jimjitla ko'chib ketgan. Biroq uning ayni chog'da G'ulji ozod bo'lib Uyg'ur xalqining o'zining mustaqil davlati hisoblanadigan Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan chog'dagi xushalliqlari, xalq bilan birga qilgan tantanalari, chiroyli yastab olgan kak soqoli shunchalik yarashgan nurli yuzidagi tabassumi,
o'z yurtida erishelmagan qanalmagan erkinlikka bo'lgan tashnaligining mush yurtda qanganligi ruhiy dunyosidagi olamshumul o'zgarishlari G'ulji xalqining yuragida mangu saqlanib kelmoqda. Va uning 1966 va 1973 yillari orasida Toshkentda yozgan Turkiston qayg'usi nomli o'lmas asarni Uyg'urlar mangulik meros sifatida suyib o'qimoqda. Mushu cho'ng ko'chadan o'tib ketayotgan azroqli aqli o'shu joyida bir odamning Elixon to'ri o'ltirgan xalta ko'cha eg'iziga kelganda, uning ashu mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilganligini butun dunyoga jakalagan kundagi jaranglik nutqlari quloq tubida jaranglamay qolmaydi. Mana shu topning o'zida mush qorong'u saharda bir qo'lda o'z o'g'lining nozik qo'lini tutgan, yana bir qo'lda bir kunlik yemak-ichmak bilan safarga eng lozim bo'ladigan narsa keraklar silingan chaqqong'ini safar sumkasini ko'targan yosh xonimning quloq tubida yiroqlardan etilayotgan etildoqning, salutlarning ovozini besib tushadigan bir yiqimliq ovoz jaranglamoqda. U bo'lsa-mu Rais Elixon to'rining muni nutqlaridir. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men bugun Sharq Turkiston Jumhuriyati nomidan asrlardan beri mustamlikachilarning qatma-qat zulmini chekkan Uyg'ur xalqining ozodligini qo'lga keltirgan bu kunni barlig'im bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Aziz qandosh tuqqanlar, biz necha asrlab hukm surib kelgan zulm zalolat, qorong'u jahiliyat qaplagan zamonlarda az zahmat, az xo'rlik, az kulfat chekmadik. Zalimlar tugman teshi, biz bo'lsak sukandiki bug'doy bo'ldik. Zo'ravonlar nayza qilich, biz bo'lsak qo'l oyoqlarimiz zanjir bilan bog'langan mahbus bo'ldik. Ular och ko'z yilpiz yo'lvas, biz bo'lsak qotandiki qo'y bo'ldik. Bayashat turmush nima, erkin ozodlik nima, qat'iy ravishda ko'rmadik. Yo'riq tongga parlaq quyoshga zarlanib o'tdik. Azaldan Uyg'ur xalqi kim? Shuni unutmasligimiz lozimki, Ol Batur Tanrıqut avlodi, Ol Türk, Qipchoq, O'zbek, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarning atasi. Xo'sh, oxirgi asrlarda umuman bizning beshimizga yetgan mudhish kulfatlarning turli sababi nima? Asosan tajovuzchi mustabid qonxo'r hokimiyatning bizni qulluq, jahiliyat zanjiri bilan bog'lab, fan ma'rifni cheklash tufaylidan ruhiyatimizga tushgan maraz kasalliklardir. Bu dunyoda hamma odam erkin tug'iladi. Jumladan bizmo ham shundoq erkin, hur tug'ilgan. Ammo lekin mustamlikachilarning dastidan bizning bu erkinligimiz po'lat zanjirlar bilan kishanlandi. Biz oxir ashu zanjir kishanlarni chekib tashlab, aslidanla ruhimizda mavjud bo'lib kelgan erkinligimizga erishdik. Mana bu erkinlik faqat minglagan shahidlarimizning qonlarining badaliga kelgan mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatidan iborat davlatimiz orqali kafolatga erishdi. Agar bu davlat mavjud bo'lib turmasa, biz yanala burunqidek erkinligimizdan mahrum qilib, quldek yashashga majbur bo'lamiz. Barliq paskashlarning manbasi bo'lgan zulmni mutlaq tortishga majbur qolamiz. Shu vajidan o'zimiz qurgan mustaqil davlatimizni jon tikib abadiy qo'g'dishimiz mutlaq shartdir. Darvaqa inson o'zi orzu qilgan narsaga erishgandan keyin, uningga ega chiqmasa, uni qo'g'dimasa, bexudlik qilib qo'ldan berib qo'ysa, u erishgan narsani ikkinchi qatim mangu qo'lga keltirgili bo'lmaydi. Biz navbatda asrlar bo'yi orzu qilib kelgan narsaga erishdik. Shu vajidan biz shunchalik baxtiyormiz. Bundan keyin hammadan muhim, hatto jonlarimizdan muhim narsa mushu davlatimizda qo'g'dab qolishdir. Bizda avval jon, ondan jonon degan so'z bor. Bizning jonimiz mushu vatandir. Mushu qurgan mustaqil davlatdir. Faqat mushu jonimiz hisoblanadigan davlatning beshi omon bo'lgandila, ondan jononlarimizning, onalarimizning, otalarimizning, qiz-o'g'il farzandlarimizning jonlarining omonligi haqiqiy turda kafolatga erishidi. Mening bu yurt xalqiga xizmat qilishim bo'lsa, o'zimning obro'yimni tiklash uchun bo'lmasdan, balki o'zimning obro'yini, qo'saqdagi ilmimni bu yurt xalqining erkinligi, hurligi uchun xizmat qildirish uchundir. Dal mushu vajidan mening ushbu jonimni bu yurt xalqiga va yangi dunyoga ko'z ochgan Sharq Turkiston Jumhuriyatidan iborat mustaqil davlatimizning mushu tuproqlarda abadiy mavjud bo'lib turish uchun fido qilishga har zamon tayyorman. Qadrli tuqqanlar,
Mana əmdi əsrlərdən beri təlmürüb arzu qılıb kütken quyaş bizge baxmaqda. Vaqtni g'animat bilib, əmdi toluq oyğanmasaq, qolumuzga qural almasak, Allah murava görməydi. Mən sizlərni qutlıq vətənimiz, canı-can xalqımızның hürlük üçün qanlıq cəngahqa çağırıman. Kimki cəngahda köksüge oq deyib yıqılsa, Allah yolda şehitdir. Aziz qarindoshlar, Yavuz qanxo'r tajovuzchilarni ana yurtimizdan talto'kis qo'g'lab chiqarishga tayyormisizlar? Alixon To'rining ayni chog'da qilgan jarangliq nutqlari shu chog'dagi g'ulji xalqini ajoyib hayajonga solgan edi. Ana shu azod zamonlarda o'zining mustaqil davlatining raisi bilan bu qutlug' tarixiy ahamiyatga ega g'albini birga tantana qilishgan edi. Top-top yigit qizlar, ushshaq bolalar, oqsoqol bo'g'lar Mükçeygen momayla qaddini ruslab, hökumet binası tarafiga qarab saldek aqqan edi. Bütün ma'muriy idoralarga esilgan Gomindangning bayrog'i yulib tashlanib, o'rniga ko'k ranglik ay yulduzliq bayroq qadalgan edi. Ana shu kuni Uyg'ur millati haqiqiy erkinlikning, mustaqillikning ta'min etadigan, ana shu kuni Uyg'ur millati o'zining milliy irodasini, bu olamdagi mahjudligini va adolatsizlikka mustamlikchilikka bo'lgan qarshilik kuchidan mahrum qolmaganligini ro'shan ravishda namoyon qilgan edi. Qo'lji xalqi ana shu kuni, aniqroq qilib aytganda 1944-yili 11-oyning 12-kuni o'z davlatining raisi Alixon To'rining hukumat binosi oldidagi burun Xitoylar tarafidan o'rnatilgan tosh shir haykalining gajgisiga dastlab turib qilgan ashu jarangliq nutqlarini Onun hayvatlik qomatini hargiz unutmaydi. Ani shu sima hozir yosh xonimning dilini yo'ritdi. Mushu tong oldidagi eng qorong'u, eng sovuq paytda yosh xonimning chiroyli yuzida aks etgan bu tabassum bir yildan buyon eng illiq, eng nurli tabassum bo'lib qoldi. Vaholanki mazkur tabassum bir lahza davom etibla, biroqda o'chdi. Soğuk şamal qara ushqunlarni uchirib kelib, yosh xonim bilan bolaning sovuqdan muzlab tortishib ketayotgan yuzlariga urayotgan edi. Yo'lning o'ng yoqasidagi oq terak shoxlaridagi qorlar shamolda atiyozdagi sugat daraxining to'zg'oqlaridek to'zib, ona va bolaning usti beshiga oqqularning to'zg'an paylardek yengil kelib qo'nayotgan edi. Darhaqiqat yosh xonim xiyol dengizi ustida chaqmoqdek chaqqan Alixon To'rining hayotini esga olib, o'z hayotining kelgusini ko'rgandek bo'ldi. Darvaqa, oradan bir asr o'tgan bugungi kunga kelganda bu zulm texni pallaga yetib, qorong'u kechalari begunoh kishilarning uylariga tuyuqsiz bostirib kirib, beshiga qora xaltini kiygizib olib chiqib ketadigan terrorlik harakatlar kundan kunga ko'payayotgan edi. Yosh xonimning erini, ya'ni bolaning dadisini, ana shundoq yarim kechada tuyuqsiz uyga bostirib kirgan soqchilar beshiga qora xalta kiygizib, ikki qo'lini orqaga qayirib bog'lab, uydan olib chiqib ketmadimi? Pokvayyoqlik artib olgan yosh xonim beshini tik tutib turib, oldida uzun so'zilib yotgan udul tashlabki bozori bilan Xitoy bozoriga tutishadigan cho'ng yo'lga bir ko'z otdi-da, o'g'lining qo'lini tutgan beti shaqqida sol tarafdagi targochiga qayrilib mangdi. Ana va bola bu chaqda dal qish yoz to'xtamay shimoldan janubga qarab suvsizlik buloq suvlari eqib turadigan o'stangning qurib ketgan beligida sap o'tib, tarkochiga qadam bosdi. Amda ular bu o'stangning qurib ketgan bo'lsa-mu, odamga buruq go'zal chaqlarni aldamam asli turadigan holatini mangulik orqaga tashlab ketayotdi. Ular yana ashu mahallalarni, qo'lim qo'shnilarni orqaga tashlab agib ketdi. Eng muhimi o'zlarining xotirlarini, bolaligini, o'zini o'z qilgan barliq go'zal narsalarni orqaga tashlab agib ketdi. Ular oyoqlarining ostidan chiqayotgan g'araz-xuruz qilgan ovozlarni birga agashtirib, faqat va faqatla xiyollarni o'zlariga hamro qilib, hasrat bilan agib ketdi. Ona va bola har ikkilisining orqasiga bir qarab olg'usi kelgan bo'lsa-mu, baribir amda mahallasining ko'chisini ko'ra olmaydiganligini bilib, oldiga qarab meng'iverdi. Har ikkilisining yuragi azobdan qimildayotdi. Arkasida ko'rinib turgan ko'cha eg'izining ikki tarafidagi ikki tup oq terak bo'lsa, qo'zoqlarni fosfordek yondirib, dam-mudam qayg'ulib irg'inlab, ustidagi oppoq qorlarni to'zitib, ularni bu mahalladan o'zitib qo'ydi.
Ularni Tören mahallesidan uzitib qo'yganlarning biri Alixon To'rning kechmishi bo'lsa, yana biri ana shu ikki tup aqtaraq bo'lib qoldi. Ular endi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi qaramog'idagi Qozonchi soqchi idorasining oldiga kelgan edi. Soqchi idorasining oqartilgan tomlari endi qaramto'l ko'rinayotgan edi. Qo'ng'ir sirda sirlangan surlik darvozasi yepiqliq turadi. Sırtqa qaraydigan derazalarning qapqoqlarining hammasi ching'ida taqalgan bo'lib, faqat birla derazaning qapqonining yo'chiqidan yo'riqliq ko'rinayotgan edi. Balki bu uy bo'lsa, kechda dijorni turadigan razvedchiki soqchilarning ishxonasi bo'lsa kerak. Yosh xonim bu yo'riqlikni ko'rib, ichiga ansizlik tushdi-da, qadamlarini tez-tez elib, mazkur surlik joyidan tez ketish uchun o'g'lining qo'lini tortib mangdi. Balamu darhol onasining nimani o'ylaganligini sezgandek qilib, yugurgandek mengib onasining tashlagan cho'ng qadamlarga moslashdi. Ular shu mangan peti yılan bag'ridek agar-bugur tor ko'chalarni besib o'tib, Qozonchi mahallasiga yetib keldi. Qozonchi mahallasi bo'lsa, G'uljidagi eng qadimiy mahallalardan biri bo'lib, ushbu mahalla nini yozuvchilar, shoirlar, ziyolilar, o'limalar, baturlar, muzikantlar va ma'rifatparvar boy savdogarlar chiqqan G'uljining ko'zi edi. Hozir Qozonchi mahallasining burunqidek qaynam tashqinliqqa to'lgan manzarasidan asarni qolmagan edi. Nurg'un ko'zi ochiq yoshlar, kamolatga yetgan peshqadamlar kayni-kaynidan lagerga kirib ketayotgan edi. Eng qo'rqinchli yeri tutilganlarning zo'r ko'pchiligining izlari yo'q edi. Hamma oilaning ko'ngli parishon, turmushi ostin-ustin bo'lib ketayotdi. Avazliq kitobimizning bu bölümünü mush yergacha anglaganligingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bölümde ko'rishguncha omon bo'linglar.